Shuncha yildan beri shu sohadaman, lekin bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Yangi Depal S09 modelida treylerda kelayotganda katta fura yurib urgan. Ha, treylerdan tushishga ulgurmagan. Xullas qaranglar. Bagaj, orqa bamper hammasi ketdi-da. Eng qiziq joyini aytaman sizlarga. Bu mashinani dalniy bo'shga akamiz urib olganlar-da. Janjal to'polonlar bo'ldi. Yechim qilish kerak-ku. Yechim qilishi zo'r yo'li. Mashina sotib olindi. Turmushi bilan mana shu avariyaning holida. Hamma xursand. Janjallarning hammasi to'xtadi. Kuzov ekspertga keldi. Aytganimdek, bagaj, bamperlarning hammasini o'zini qilamiz. Nalichida buni zapchasi yo'q. Laboylarni ham quydiramiz, zakazga. Salonlardan mashina o'tganda ham tekshirtirib olish esingizdan chiqmasin. Shunaqa hodisalar ko'p bo'ladi. Bizda ham boshqa hamkasblarimiz ham bunaqa vaziyatlarga yechim qilish uchun har doim kuzatib berganmiz. Xullas, bitganini qo'yamiz. Sizlar faqat podpiska bosib kuzatib turinglar.